Uy sharoitida professional soch rangini bo'yaymiz. Hoziroq sahrangiz qilib oling. Sochingiz rangi qanday bo'lishidan qat'iy nazar, albatta 4 ta 5 ta liniya tushiring. Bizga kerak bo'ladi palet E20, falga yoki oddiy paket. Paletni ochamiz, aralashtiramiz. Aytgancha, palet kraska Yevropa sifatida kiryapti. Rangi uzoq muddat turadi. Bu kraskada xohlagan rangingiz bor. Sochni kuydirmaydi chunki ichiga keratin qo'shilgan. Oq sochlarni zo'r yopadi. Hamma magazindan topsa bo'ladi. Shu sababdan palet kraskada ko'rsataman. Xullas, shu uslubda tez-tez suramiz, yopamiz, 30 minutga qoldiramiz. Ochamiz, yuvamiz, quritamiz va o'zimizga yoqqan bitta rangga bo'yab olamiz. Lekin men hozir ko'pchilikka yoqadigan ikki xil rangga bo'yamoqchiman. Birinchi ildiz qismini to'q rangga, keyin uch qismini och rangga bo'yadim. 30 minutdan keyin yuvdim, quritdim. Wow! Uy sharoitida hamma narsa mumkin.